Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Agar siz 22 noyabrgacha kerakli 4 ta ma'lumotnomani olib, tegishli joyga topshirmasangiz, qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu gap faqat bir guruh odamlarga emas, juda ko'pchilikka taalluqli. Nafaqa olayotganlar, ijtimoiy yordamga arza berganlar, bolalar pul yoki moddiy yordam oladigan oilalar, ish joyida ustama va kompensatsiya kutayotgan xodimlar. Shuningdek, ayrim toifadagi imtiyozli fuqarolar. Men bu mavzuni shunchaki ogohlantirish uchun emas, amalda odamlar eng ko'p xato qiladigan joylarni ko'rsatish uchun tushuntiryapman. Chunki ko'p hollarda odam pulni yo'qotgani uchun emas, hujjatni vaqtida olmagani, noto'g'ri joydan olgani yoki arizada bir gapni yozmagani uchun qo'shimcha to'lovdan qolib ketadi. Shu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga real pulni saqlab qolishda yordam berishi mumkin. Oldin ko'p narsalar oddiyroq edi. Odam biror to'lov, yordam yoki ustama olish uchun bitta ariza yozardi. Pasport nusxasini topshirardi, qolgan ma'lumotlarni esa ayrim idoralar o'zaro so'rab olardi yoki og'zaki tushuntirish bilan ham ish bitib ketardi. Masalan, mahallada yashashi, oilada nechta bola borligi, ish joyi bor yo'qligi, daromadi qandayligi ko'pincha mahalla, tashkilot yoki mas'ul xodim tomonidan taxminan tasdiqlanardi. Hozir esa tizim ancha aniqroq ishlayapti. Qo'shimcha to'lov berilishi uchun sizning holatingiz hujjat bilan isbotlanishi kerak. Men haqiqatdan ham shu toifaga kiraman. Mening daromadim shuncha, mening qaramog'imda bola bor, men shu manzilda yashayman. Men ishlamayman yoki vaqtincha daromadsizman degan gaplarning hammasi ma'lumotnoma bilan tasdiqlanishi talab qilinadi. Agar hujjat bo'lmasa, mas'ul idora ko'pincha sizga to'lovni hisoblay olmaydi. Bu yerda xodimning xohishi emas, tizimdagi talab hal qiluvchi bo'lib qoladi. Eng muhim joyi shuki, 22 noyabrgacha topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar bo'yicha kechikish bo'lsa, to'lov keyingi oyga surilishi, kamaytirilishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Odam keyin men axir huquqim bor edi-ku deydi. Ha, huquq bo'lishi mumkin, lekin huquqni tasdiqlaydigan hujjat vaqtida topshirilmasa, amalda pulni olish qiyinlashadi. Shuning uchun men bugun aynan 4 ta ma'lumotnoma haqida gapiryapman. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi yoki qaramog'idagilar haqida ma'lumot, daromad yoki ish joyi bo'yicha ma'lumot, hamda imtiyoz yoki alohida holatni tasdiqlovchi ma'lumot. Birinchi ma'lumotnoma bu yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Ko'pchilik buni arzimas deb o'ylaydi. Pasportim bor-ku, manzilim yozilgan-ku deydi. Lekin amalda pasportdagi ro'yxat manzili bilan haqiqiy yashash joyi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro Qashqadaryoda ro'yxatda turadi, lekin Toshkentda ijarada yashaydi. To'lov esa mahalla yoki tuman bo'yicha ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, qaysi hududda haqiqatdan yashayotgani muhim bo'ladi. Agar yashash joyi bo'yicha ma'lumot to'g'ri bo'lmasa, ariza noto'g'ri hududga tushishi yoki tekshiruvda savol paydo bo'lishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Bir ayol 2 nafar farzandi bilan onasinikida yashaydi. Turmush o'rtog'i boshqa viloyatda ishlaydi. U bolalar puli uchun ariza beradi. Tizimda u boshqa manzilda ro'yxatda turgani ko'rinadi. Mahalla esa uni doimiy yashovchi sifatida tasdiqlamagan. Natijada ariza qaytadi yoki qo'shimcha tekshiruvga ketadi. Agar u oldindan yashash joyi bo'yicha ma'lumotni olib, men shu manzilda yashayman, bolalarim ham shu yerda deb tasdiqlatganda jarayon ancha tezlashardi. Ikkinchi ma'lumotnoma oila tarkibi yoki qaramog'idagilar haqida. Bu hujjat juda muhim. Chunki ko'p qo'shimcha to'lovlar aynan oiladagi odamlar soniga, bolalar soniga, nogironligi bo'lgan shaxs bor yo'qligiga, pensioner yoki boqimandalar mavjudligiga qarab belgilanadi. Bir oilada daromad 3 million so'm bo'lishi mumkin. Agar oilada 2 kishi yashasa, bu boshqa holat. Agar shu 3 million so'mga 5 kishi yashasa, bu mutlaqo boshqa holat. To'lov hisoblanayotganda shu farq katta ahamiyatga ega. Masalan, ota 2 million 800 ming so'm oylik oladi, ona ishlamaydi. 3 ta bola bor. Tashqaridan qaraganda oilada daromad bor deyiladi. Lekin oila tarkibi ma'lumotida 5 kishi ko'rsatilsa, har bir kishiga to'g'ri keladigan daromad ancha past chiqadi. Shu asosda qo'shimcha yordam yoki bolalar puli olish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Agar oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilsa, masalan, bir farzand ro'yxatga kiritilmasa yoki boshqa joyda ro'yxatda turgan kishi oilada yashayotgandek ko'rinsa, to'lov miqdori noto'g'ri hisoblanadi.
Uchinchi ma'lumotnoma daromad yoki ish joyi bo'yicha ma'lumot. Bu yerda juda ko'p tushunmovchilik bor. Ayrimlar men norasmiy ishlayman, demak daromadim yo'q deb yursam bo'ladi deb o'ylaydi. Bu xavfli yondashuv. Chunki ayrim holatlarda bank kartalaridagi tushumlar, soliq tizimidagi ma'lumotlar, mehnat shartnomalari, pensiya va nafaqa ma'lumotlari tekshiriladi. Agar siz ishlamayman deb ko'rsatib, aslida rasmiy oylik olayotgan bo'lsangiz, ariza rad etilishi mumkin. Bundan tashqari, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi ham chiqishi ehtimoli bor. Daromad ma'lumotnomasi nafaqat kambag'allik mezoni uchun, balki ustama, kompensatsiya, subsidiya, ijara to'lovi yordami, ta'lim to'lovi bilan bog'liq imtiyozlarda ham kerak bo'lishi mumkin. Masalan, talabaning oilasi kontrakt to'lovi bo'yicha yengillik so'rasa, otaning va onaning daromadi ko'riladi. Agar ota vaqtincha ishsiz bo'lsa, bandlik bo'limidan yoki tegishli tizimdan ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar ona yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, soliq organlaridagi daromad ma'lumotlari so'ralishi mumkin. 4-ma'lumotnoma imtiyoz yoki alohida holatni tasdiqlovchi ma'lumot. Bu eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan hujjat. Masalan, oilada nogironligi bo'lgan bola bo'lsa, shunchaki bolam nogiron deyish yetmaydi. Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi yoki tegishli vakolatli idora tomonidan berilgan hujjat bo'lishi kerak. Boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsa, o'lim guvohnomasi, boquvchi bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya yoki nafaqa tayinlanganligi haqidagi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Yolg'iz ona, harbiy xizmatdagi farzandning ota-onasi, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs, vaqtincha mehnatga layoqatsiz fuqaro kabi holatlarda ham alohida tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odam asosiy hujjatlarni topshiradi, lekin aynan imtiyozni isbotlovchi ma'lumotnomani unutadi. Natijada u oddiy ariza sifatida ko'riladi. Masalan, oilada nogironligi bo'lgan bola borligi hisobga olinsa, qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin edi. Lekin hujjat ilova qilinmagani uchun tizim buni ko'rmaydi. Mas'ul xodim ham hujjatsiz, bu oilada shunday holat bor deb yozib qo'ya olmaydi. Shu sababli siz o'zingizning alohida holatingizni aniq hujjat bilan ko'rsatishingiz kerak. Birinchi navbatda bolalar puli, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya olayotgan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bunday to'lovlarda oilaning tarkibi, daromadi va yashash holati doimiy ahamiyatga ega. Agar sizning oilangizda oxirgi oylar ichida o'zgarish bo'lgan bo'lsa, masalan, kimdir ishga kirgan, kimdir ishdan chiqqan, yangi farzand tug'ilgan, farzand 15 yoshga to'lgan, turmush qurgan, ajrashgan yoki yashash joyi o'zgargan bo'lsa, hujjatlarni yangilash masalasini albatta tekshiring. Ikkinchi guruh bu pensionerlar va nafaqa oluvchilar. Ayrim qo'shimcha to'lovlar pensionerning yolg'iz yashashi, qaramog'ida odam borligi, parvarishga muhtojligi yoki boshqa imtiyozli toifaga kirishiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, 72 yoshli pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Agar u yolg'iz yashashini va parvarishga muhtojligini tasdiqlovchi hujjatlarni vaqtida topshirmasa, unga tegishli ayrim yordamlar avtomatik hisoblanmasligi mumkin. Bunday holatda mahalla biladi-ku degan gap yetarli emas. Uchinchi guruh bu ish joyidan ustama, qo'shimcha haq, kompensatsiya yoki ijtimoiy paket asosida to'lov kutayotgan xodimlar. Masalan, ayrim tashkilotlarda xodimning farzandlari soni, nogironligi bo'lgan farzandi borligi, uzoq hududdan qatnashi, ijara uyda yashashi yoki zararli mehnat sharoitida ishlashi qo'shimcha to'lovga ta'sir qiladi. Bunday paytda kadrlar bo'limi yoki buxgalteriya og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Agar siz 22 noyabrgacha hujjatni topshirmasangiz, to'lov dekabr oyiga o'tib ketishi yoki joriy oy uchun hisoblanmay qolishi mumkin. 4-guruh bu talabalar, yosh oilalar va subsidiyaga kutayotgan fuqarolar, uy-joy subsidiyasi, ta'lim to'lovi bo'yicha yengillik, ijara kompensatsiyasi. Yoshlar daftari yoki ayollar daftari orqali yordam olishda ham ma'lumotnomalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Birgina noto'g'ri ko'rsatilgan daromad yoki oiladagi bir kishining ro'yxatdan tushib qolishi arizaning natijasini o'zgartirib yuboradi. Agar sizning to'lovingiz allaqachon to'liq rasmiylashtirilgan, barcha ma'lumotlar elektron tizimda to'g'ri ko'rinayotgan, oxirgi paytda oilaviy holat, ish joyi, daromad, yashash manzili bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki hammasi joyida degan ishonch ba'zan eski ma'lumotga tayanadi.
ayniqsa hujjatning muddati o'tgan bo'lsa, ma'lumot yangilanmagan bo'lsa yoki idoralararo tizimda xatolik chiqsa, odam buni faqat to'lov kelmay qolgandan keyin biladi. Masalan, oilada hech narsa o'zgarmagan, lekin daromad ma'lumotnomasi eski oy bo'yicha olingan. Yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomada eski manzil turibdi. Yoki bola maktabga chiqqan, lekin tegishli tizimda hali bog'cha ma'lumoti ko'rinib turibdi. Bular mayda ko'rinadi, lekin ariza ko'rib chiqilayotganda savol tug'diradi. Shuning uchun xavotir olmaslik mumkin, ammo nazorat qilish shart. Birinchi nozik nuqta ma'lumotnomaning sanasi. Ko'p joyda ma'lumotnoma yangi bo'lishi talab qilinadi. Masalan, siz sentabr oyida daromad ma'lumotnomasi olgansiz. Lekin arizani noyabrda topshiryapsiz. Bu orada oylik o'zgargan bo'lishi, ish joyi almashgan bo'lishi yoki oilada yangi daromad manbai paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski hujjatni ko'tarib borib, menda bor edi-ku deyish har doim ham ish bermaydi. Men odatda hujjat topshirishdan oldin eng oxirgi ma'lumotni olishni maslahat beraman. Ikkinchi tuzoq ism familiyadagi xatolar. Bitta harf noto'g'ri yozilishi ham muammo tug'diradi. Masalan, pasportda O'g'loy deb yozilgan, ma'lumotnomada O'g'loy yoki O'g'loy deb ketgan. Yoki tug'ilgan sana 1996 yil o'rniga 1995 yil yozilgan. Hujjatni olgan zahoti tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, manzil, bolalar soni, daromad miqdori, imzo va muhr bo'lsa muhr to'g'riligini ko'ring. Xatoni keyin tuzatish ko'proq vaqt oladi. Uchinchi nozik masala ro'yxatda turish bilan yashash boshqa tushunchalar. Ayrim to'lovlarda doimiy ro'yxat muhim, ayrimlarida haqiqiy yashash joyi muhim. Ayrimlarda ikkalasi ham so'raladi. Masalan, siz doimiy ro'yxatda ota-onangiznikidasiz, lekin oilangiz bilan boshqa tumanda ijarada yashaysiz. Bunday holatda ijara shartnomasi, mahalla tasdig'i yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot so'ralishi mumkin. Agar siz buni oldindan aniqlamasangiz, ariza qaytib keladi va vaqt yo'qotasiz. 4-masala daromadni yashirish. Men buni qat'iy aytaman. Hujjat topshirishda ma'lumotni yashirish keyin yanada katta muammo keltiradi. Qo'shimcha to'lov olish uchun daromadni kamaytirib ko'rsatish, ishlaydigan odamni ishsiz deb yozish, oilada yashaydigan odamni yashirmaslik kerak. Chunki tekshiruvda bu aniqlansa, nafaqat to'lov to'xtaydi, balki oldin olingan mablag' bo'yicha ham savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki, real holatni ko'rsatasiz va shu holat bo'yicha qonuniy imtiyoz bormi yo'qmi aniqlaysiz. 5-masala, har bir to'lovning o'z talabi bor. Bir joyda oila tarkibi yetarli bo'lsa, boshqa joyda tug'ilganlik guvohnomasi ham kerak bo'ladi. Bir joyda daromad ma'lumotnomasi ish joyidan olinadi. Boshqa holatda soliq yoki bank ma'lumotlari so'raladi. Shuning uchun qo'shnining tajribasini o'zingizga to'liq ko'chirmang. Qo'shningiz kecha bitta hujjat bilan bitirgan bo'lishi mumkin. Sizning vaziyatingizda esa 4 ta hujjat kerak bo'ladi. Ayniqsa ajrashgan, qayta turmush qurgan, bola vasiylikda bo'lgan, aliment masalasi bor yoki oila a'zolari turli manzilda ro'yxatda turgan holatlarda hujjatlar soni ko'payadi. 6-masala, elektron tizimda bor degan gapga ko'r-ko'rona ishonmaslik. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Lekin bazada xato bo'lishi, yangilanmagan bo'lishi yoki idoralararo almashinuvda ko'rinmay qolishi mumkin. Agar mas'ul xodim sizdan qog'oz yoki elektron shakldagi tasdiqni so'rasa, tizimda bo'lishi kerak edi deb vaqt o'tkazmang. Darhol aniq manbadan hujjatni oling yoki tizimdagi ma'lumotni yangilatish choralarini ko'ring. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lov yoki qo'shimcha haq uchun hujjat topshirayotganingizni aniqlang. Bolalar puli uchunmi, moddiy yordam uchunmi, pensiyaga qo'shimcha to'lov uchunmi, ish joyidagi ustama uchunmi, subsidiya uchunmi yoki boshqa imtiyoz uchunmi? Chunki hujjatlar ro'yxati aynan maqsadga qarab farq qiladi. Mas'ul idoraga borganingizda menga qanday hujjatlar kerak deb umumiy so'ramang. Men falon to'lovni olish uchun ariza topshiryapman. Mening holatimda qaysi ma'lumotnomalar kerak deb so'rang. Ikkinchi qadam, 4 ta asosiy yo'nalishni tekshiring. Yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot to'g'rimi? Oila tarkibingiz to'g'rimi? Daromad va ish joyi haqidagi ma'lumot yangimi? Imtiyozli holatingizni tasdiqlovchi hujjat bormi? Shu savollarga yozma ravishda javob tayyorlab chiqing. Men fuqarolarga oddiy daftar yoki telefonda ro'yxat tuzishni maslahat beraman. Ism, familiya, oila a'zolari, tug'ilgan sanalar, ish joylari, oylik daromad, nafaqa yoki aliment bor yo'qligi, yashash manzili, alohida holatlar. Shunda idoraga borganda chalkashmaysiz.
Uchinchi qadam, hujjatlarni qayerdan olishni biling. Yashash joyi va oila tarkibiga oid ma'lumotlar ko'pincha mahalla, tegishli davlat xizmatlari markazi yoki elektron xizmatlar orqali olinadi. Daromad ma'lumotnomasi ish joyingiz buxgalteriyasi yoki kadrlar bo'limidan, ayrim hollarda soliq tizimi orqali olinadi. Ishsiz bo'lsangiz, bandlik organlari bilan bog'liq ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik, parvarish, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, vasiylik, aliment, ajrim kabi holatlar esa tegishli vakolatli organ hujjati bilan tasdiqlanadi. 4-qadam, arizada aniq yozing. Arizada yordam so'rayman deb umumiy yozish yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, oilaviy daromadim pastligi, qaramog'imda voyaga yetmagan farzandlar borligi va hozirgi yashash sharoitimni inobatga olib, menga tegishli qo'shimcha to'lovni tayinlashni so'rayman mazmunida yozing. Agar alohida holat bo'lsa, uni ham ko'rsating. Farzandim nogironligi bo'lgan bola, turmush o'rtog'im vafot etgan, ijara uyda yashayman, vaqtincha ishsizman, qaramog'imda pensioner ota-onam bor. Har bir gapni hujjat bilan tasdiqlang. 5-qadam, topshirgan hujjatingiz bo'yicha tasdiq oling. Agar hujjatni qog'oz shaklida topshirsangiz, kirim raqami, sana yoki qabul qilgan xodimning belgisi bo'lsin. Elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Chunki keyin siz topshirmagansiz degan holat bo'lsa, sizda isbot bo'ladi. Telefoningizda hujjatlarning rasmini saqlang, lekin asl nusxalarini ham ehtiyot qiling. 6-qadam, 22 noyabrni oxirgi kun deb kutmang. Men eng ko'p ko'radigan xato shu odamlar oxirgi kuni yuguradi. Oxirgi kuni navbat ko'p bo'ladi. Tizim ishlamasligi mumkin. Xodim hujjatdagi xatoni ko'rsatadi. Siz esa tuzatishga ulgurmay qolasiz. Agar bugun imkoningiz bo'lsa, bugunoq boshlang. Kamida 2-3 kun zaxira qoldiring. Ayniqsa boshqa tumandan hujjat olish, ish joyidan ma'lumot kutish yoki tibbiy hujjatni yangilash kerak bo'lsa, vaqt juda tez o'tadi. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini yozma so'rang. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan qaytmang. Nima sababdan bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi ma'lumot noto'g'ri, qaysi muddat o'tgan? Shuni aniqlang. Agar xato siz tomonda bo'lsa, tuzatasiz. Agar tizimda xato bo'lsa, yangilatasiz. Agar huquqingiz bor deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki belgilangan tartibda murojaat qilishingiz mumkin.